Assalomu alaykum do'stlar. 1-oktyabrdan avtoraqamlarni sotib olish tartibi o'zgardi. Xo'p, yangi ilova hozir ishga tushibdi mana. Shuni yuklab qo'yibman YouTube'ga. Mana Play Marketga kirasiz. Sizda bo'lmasa, qidiruvni bosib Safero deb yozsangiz chiqadi. Menda o'rnatilgan. Siz mana shuni o'rnatishingiz kerak. Mana hop, men ochyapman. Juda sodda, murakkab emas lekin. Telefon raqamini kiritish kerak bu yerga. Kod kelyapti bu yerga. Mana tasdiqlash. O'zi kirish uchun parol so'rayapti bu yerda. Oddiy qo'yish mumkin emas ekan. Mana 12 qilib qo'yaylikchi. Mana 2 marta kirish terish kerak ekan. Bu shart emas. Ochilganligi uchun shuni turibdi. Mana bu yerda endi mana asosiy narsa identifikatsiya qilingan akkaunt. Mana shu narsani o'tganman. Buni o'tish uchun MyGo davlat xizmatlari o'sha portaldan o'tish kerak. Aytda ham muammo yo'q. Nomingizda nomer bo'lsa, ochib kirsa bo'ladi. Xullas qiyin narsa emas. Xo'p. Asosiy joyga o'taylik. Yana xizmatlar, avtoraqam sotib olish. Biz 40 tanlaymiz. Farg'ona. Mana 3-7 qidirtiryapman. Hozir 2 ta bor ekan. Hop. Mana LLBni tanladik. Narxi 7.4 million. Rasmiylashtirish. Mana 24 soat ichida to'lov amalga oshirilmasa, davlat raqam belgisi yana ochiq bazaga qaytariladi. 24 soat ichida pulni to'lamasa qaytib kirib qolar ekan. Yana xo'p. Bu raqam so'nggi 24 soat ichida ariza berilgan deyapti. Bu kimdir band qilgan, lekin pulni to'lagan yo'q. Shu bazada turibdi. Tushunishim bo'yicha. Bunisi ham shunaqangi. Demak, o'sha nima deydi? Nomenkladurada oladingiz. Hazamidek. Lekin endi bu 3-7 oddiylar balki unaqa emas. Mana 3 ta 1 qilaylikchi. Mana asarning juda serob, oxiri ko'rinmayapti. Xo'p, bittasini tanlaylikchi. Tanladim. Buni ham narxi 7.4 million. Xo'p. Davom etish. Qani bu? Davom etish. Mana bu bo'sh ekan. Bold yuvan shakllantirildi, to'lash deyapti. To'lash ko'taylikchi. Xo'p. Karta orqali. O'shin karta yo'q. Karta qo'shish. O'zi karta shaxs kartangizni qo'shasiz ekan bu yerga endi. Xullas, murakkab narsa emas. Keyingi jarayonda to'lash qilinsa, men bilishimcha bu to'langan holatga o'tadi. Yayiga borib olinaveradi. Men bilishimcha bu yayini ham sekin o'zimiz tanlaymiz. Har bitta shu nomer beradigan shoxobcha o'zi avtomatga nomer ishlab chiqaradigan qasi bo'ladimi bilmayman. Shunaqa deb tushundim men. Nomer olishim mumkin bo'lmaydi. Shu tartibi shunaqangi, bitta murakkab narsani o'zi yo'q. Shundilaring, nomer u assortiment juda ko'p. 5. Nomer juda serob. 00 3 qilaylikchi. Lekin narx hammasiniki bir xil ekan. 00 ham 7 million ekan.
Xo'p, mana shu sizlarda muammo bo'ladigan narsa shu identifikatsiya. Shu narsa bo'lishi mumkin. Hop,